Koreyaning yana bir go'zal manzarasini ko'rib chiqamiz. Yomg'irli havo bo'lishiga qaramasdan kichkintoyimiz bilan birga sayohatga chiqdik. Ishonasizlarmi, umuman afsuslanmadik. Albatta bu manzarani o'z ko'zlaringiz bilan ko'rsangiz juda ham boshqacha. O'shaning uchun Koreyadagilar uchun manzilni yozib qoldiraman. Koreyada bo'lmaganlar uchun esa bu videoni tayyorladim. Bu yer Jeju-do oroli. Dengizni tomosha qilish uchun eng chiroyli manzillardan biri. Avvaliga Koreyaga kelganimda juda ham zerikarli davlat deb o'ylaganman. Aslida Koreya ko'chalari juda ham chiroyli. Har qadamda kafe va oshxonalar bor. Lekin sababini bilmayman, koreyslar ko'chada kam yurishadi. Menimcha shuning uchun Koreyani shahar ko'chalaridan ko'ra shahardan uzoq bo'lgan shunaqa manzarali joylarda odamlarni ko'proq ko'rasiz. Aslida tabiatning har bir go'zal manzarasi uzoq masofalar bosib borishga arziydi menimcha. برگ گل کاغذ سازم نامه شیرین میپردازم مینویسم از عشقم رازم ای نوگل من یه روز دیدم گم شد جونم دور افتادم از آشیونم بی خونمونم سرگردونم بی او به خدا. Koreyaning go'zal manzaralarini, undan tashqari qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.